edep ahlaksız bir narsa öğrenigili bolmaydı. Her bir işninki edep ahlakı buludu. O edep ahlakı bilen öğrenilmegen iş menfaat kılmaydı. Musulman ne? İzzetlik buluşka, hürmetlik buluşka, başkalarının aldığında tiz bitmezlikке gündeydiğen bir ahlakı. Çat elde dini ilim öğrenişkimi, fenni bilim erişkimi toluk şarayit var, imkaniyetler var. Şunu fennilam öğrensem boludu, din bilen nimişim emes. Dinni bilsem, Kur'an yadlısam, Roz Ramazan ada kılsam, Müslümançılık burcumunu öpsem buldu. Fen bilen nimişim emes. Hemmini imkaniyetimizden berice tırış öğreneydi. Her bir Uygur perzenti özünün yaşayan devletler özününki bir kişilik şu yerdeki vatandaşlık burcunu ada kılış bilen birge bu yerge sınıf ketmezsin. Doğru biz yerleşişimiz gerek ama özümüzün kimliğimizni çokum saklap kalışımız gerek. Assalamu alaikum. Yaxshi kavaf yeganlik chiqadi dema avaz. İşte. Allah razı olsun. Bundan sonra bugünkü en yukarı seviyedeki liseyadan Doktor Muhammed Ali Hacim'ninki liseyasi yaşlarga terbiye edip berishninki muhimligi çünkü yaşlar kelajak istiqbolni egalari. Endi ben sizlarga ders başlanışından Doktor Muhammed Ali Hacim'ni tanıştırıp o'tay. Doktor Muhammed Ali vatanimizningki Qarqash nahiyasida, Xota viloyati Qarqash nahiyasida tug'ilgan. Başlangıç o'rta maktab bilimlarini o'zining yezisida o'qigan. Endan keyin Yemenga berib, Yemendagi Jami imomdan bakalavrlik unvoniga erishgan islom bilimlari to'g'risida. Masterlik digrisini Sama Universitetidan olgan. Doktorluk unvonini Amerikadagi xususiy bir islom universitetida distance kurs qilish orqali oldi. Hozir doktorning yozgan dizzatsiyasi, doktorlik dizzatsiyasi islomdagi tinchlik. Yani mushu islomni hamma dunyo xatolarcha terrorist dini deb xatolarcha e'tibor bir mezgilda doktor islomda tinchlik so'ygisining tinchlikninki bağlıqdan ibaret bir kitap tutkizgan. İnşallah kitap Arapça, yakında Uygurca özü bir tercüme qilib qolsa hammamiz yuz ko'rishimiz. Unda olsa ben doktorni yana bir-birlab ta'riflab tugatib bo'lolmayman. Har holda hammamiz shu darsini anglag'ach doktor bilan tanishib chiqinglar. Qani doktor marhamat. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve akıbetü lil muttaqin ve salatu ve selamu ala habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmet kardeşler, emniyatınki müşu kurulga, müşu cayga təqəddütünlərini bizden qarşı alıman. Şundaqla bizge müşu yığılış fürsətini yaratıp bergen şivsiyel kardeşlerimizga minnettarlığımı bildirmen. Allah buladın razı olsun. Şundaqla müşakereken hadilerimiz, sanalarımız, akıllarımız, innelerimiz hem böylendin. Allah razı olsun. Müşu urunda biz şükürlük faaliyet jaryanida xuddi bir ailedak bulup yaşagandak inşallah Cennet-ül Firdevs'te hammamiz Allah Teala şu özünki mustaqil rahmet şundaqla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki hoşnarçılıqda bizni bir yerga jam qilgay inşallah. Mana bilingan tema mush yoshlarninki fikri to'g'riliq. Shundaqla yoshlarninki tarbiya gelişinin muhimligi va yoshlarninki kelgusida qanday bo'lish va shulardan biz nimalarni kutamiz degan haqda men shu temani avamtim. Ben demoqchi bo'lgan va so'zlamoqchi bo'lgan nurg'un muhim gap so'zlarni hadimiz baxtigul hadimiz so'zlar o'tdi. Intayin muhim ilmiy soha ilmiy bo'lgan bu maqola
Hakikaten akademi şekilde oturup yılda şu yaşlarını bilim ediş doğru fenni bilim olsun, akademi bilim olsun. Bu hafta acayip bir yaxşı to'xtalish bo'ldi. Demak, men shu aytgan bilgan gaplarga qarata ba'zan gaplarni qisqartaman. Bizningki bu tunji qatimliq uch davlatninki hamkorligida uyushtirilgan bir faoliyat. İnşallah kelgusida shu faoliyat boshqa davlatlarga yana tarab yakın mesela Norvegiya, Germaniya degandek boshqa davlatlar inshaalloh qo'shilib har yili shunday bir faoliyatniki uyushtirilishini Alloh taolodan chin qadrini so'rayman. Bu faoliyatniki boshlanishini men bir oyat bilan boshlasam, aytganki leksiyaniki shunga bir qo'shimcha qilib, hadimiz degandek biz musulmonlar dunyoga ilm taqitadigan bir ummat. Shundoq bir payg'ambarninki ummati. Chunki bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Alloh taoloninki birinchi bo'lib qilgan xitobi iqro. Iqro. O'qing, o'rganing, tirishib o'rganing deb birinchi bo'lib namoz o'qing, zakat bering, tahorat eling, yoki haj qiling, yoki go'zal axloqliq bo'ling degan gapdan boshlamay, birinchi bo'lib iqro, o'rganing, o'qing, bilim eling degan birinchi xitob shu yerdan boshlangan bizning payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga. Hamda biz shu o'qing, o'rganing deb xitob qilingan ummat bo'lgan ekanmiz, biz zodi qanday qilishimiz kerak deganda o'qish yeshi, o'rganish yeshi qanday vaqtda? Mush o'smirlik, yoshlik vaqtida. Shundaymi, shunday emasmi? Biz har qanday vaqtida shu yetilgan olimlar va kattoshlar qaraydigan bo'lsak, shularninki kishilikni tatib, tirishib, o'rganib, bilim olib, shu saviyaga yetganligini ko'ramiz. Demak, shular ishni nereden boshlagan? O'zininki o'smirlik, yoshlik davridan tortib boshlagan. Endi men o'zimizningki Turkiston masalasiga xususan masalaga kirishdan burun men bu leksiyani dunyo xaritasidan boshlashni yaxshi ko'rdim. Chunki men xaritani, jo'grafiyani ajoyib yaxshi ko'raman. Nimishqa deganda biz hozir qarab turibmiz qarindoshlar. Kichik bolalar diqqat qilinglar. Qarab turibmiz qarindoshlar. Biz mana dunyo xaritasini kurashtirib biz dunyo xaritasiningki şu Sharq Osiyo tarafiga joylashgan Uyg'ur millati. Shundaymi? Mayada bizningki, o'zimizningki vatanimizningki nerga joylashganlik o'rni xaritada ko'rinib turibdi. Demak, biz dunyoninki yoki dunyo xaritasiningki Sharq Osiyo tarafiga joylashgan, shu yerda yashaydigan azaldan tariximiz bor, o'z madaniyatimiz bor, o'z tilimiz bor, dinimiz bor, e'tiqodimiz bor bir millat, yuksak bir millat. Belki dunyoga nurg'un tahfalarni qo'shgan bir millatniki, bir ummatning avlodlari biz. Endi biz shu yerga qarash orqali nimani tushunamiz desak, biz Uyg'ur musulmonlari dunyo musulmonlaridan ayrılmaz bir parcha. Dünya musulmonlaridan ayrılmaz bir parcha bo'lish sifatimiz bilan dunyo musulmonlarininki 5 yil kelayotgan kunlar bizning 5 yil kelyotidi. Dunyo musulmonlariga bo'lgan xushallik bizning xushalligimiz, ularga kelgan qiyinchilik yoki kelishmasliklar bu bizningki kelishmasligimiz. Endi bundan keyin o'zimizningki vatanimiz Sharq Turkistonning mana bu bizning xaritamiz. Hammamiz bilgandek bizning vatanimiz yer ko'lami shunday cho'ng, balki shu Xitoyniki 5dan bir qismi to'g'ri keladi. Shundaqla masalan bizning Finlandiyaning 5 hassa cho'ng, shunda nima keladi. Demak, bizningki vatanimiz mana shu xaritasi, mana shu Sharq Turkiston, bizning atrofimizda nurg'un davlatlar bor, masalan Xitoy degandek, Rossiya, Mong'oliya, Pokiston, Tojikiston degandek davlatlar bizning vatanimizni qo'shib turadi. Biz kimning avlodlari? Uyg'ur musulmonlarining avlodlari, biz kelgan o'rnimiz mana shu. Biz buni cho'qim haqiqatan tushunishga tegishli bir masala.
bayrak. Bu bizning bayrağımız. Bu bizning devlet bayrağımız. Ata-bobolarımız, ecdatlarımız kan teriga nurg'un qonga bedeli kelgan bayroq, bekorga qolgan bayroq emas. Mushu bayroq uchun bo'layotgan ishlarni tariximizda o'qiydigan bo'lsak bilamiz qarindoshlar. Bizningki demak öz medeniyetimiz var. Özümüzge xas coğrafiyalik o'rnimiz var. Dünya sahnesinden o'rin algan o'rnimiz var. Bayrağımız var. Yazıkımız var. Dini itikadımız var. Şundan bir milletimiz. Bizning bayrağımız barmikan yo'qmikan? Bakın şimdi ama mana bu bizninki devlet bayrağımız. Bu bayrakni her bir Müslüman Uygur, şundaqla ata-analar, farzandlar hammalarninki qalbimizga o'sha bayroqni tiklaydi ekanmiz. Biz kelgusida istiqbolimizda inshaalloh cho'qim o'sha bayroqni o'z davlatimizga mustaqil holatda tiklaymiz. Agar o'sha bayroqni tunimaydi ekanmiz, buni avval o'z qalbimizga tikmaydi ekanmiz, o'rnatmaydi ekanmiz, biz har qancha kirishgan bo'lsakmi, ishimiz amalga oshmaydi qarindoshlar. Demak, bayrağımızı, coğrafiyalik o'rnimizni, o'zimizning kimligimizni tunish kerak. Biz Uygur farzandlar, Uygur o'smirlar. Shunday emasmi? Mana albatta vatan suyar, din suyar, xalq suyar bir millatninki farzandlar. Endi o'zimizningki hamma men boylab o'tgan narsani buni hammamiz biladigan, tushunadigan ishlar shundaqmi? Bir narsani eslatib qo'yish va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin deydi Qur'oni Karimda. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz musulmonlarga eslatib qo'ying. Hatto bilgan narsalarni eslatib qo'ying. Eslash bo'lsa musulmonlarga, mu'minlarga foydali qilib keladi deydi. Mana biz o'zimizni kim deb qarsak, biz Uyg'ur avlodlari, vatanimiz, yurtimiz, Sharqi Turkiston. Ammo bu yerda yana bir masala bor. Bayib o'tirib qo'yib o'tildi. Biz hozir yashayotgan o'rnimiz Yevropada yashayotimiz. Har bir Uyg'ur farzandi o'zining yashagan davlatida o'zininki bir kishilik şu yerdeki vatandaşlık burçunu ado qilish bilan birga bu yerga sınıf ketmasdan to'g'ri biz yerlashishimiz kerak, ammo o'zimizning kimligimizni cho'qim saqlab qolishimiz kerak. Baya ana til to'g'risida aytib bir yaxshi gaplar o'tirib qo'yildi. Ana til orqali bir narsani ifodalashni o'rganaylik qarindoshlar. Balkim buning birinchisi men bizga kamchilik qilgan bo'lishi mumkin, ammo shundaqlar buni dirsam bo'lmaydi qarindoshlar. Biz o'zimizningki ana tilimizni qadrlamasak, o'zimizning yazıqimizni qadrlamasak, bizningki bu yazıqimiz, bu tilimizni boshqalar tili bizga qadrlab bermaydi. O'zimiz ishlatgan vaqtida, o'zimiz qadrlagan vaqtida, uningdan boshqalar bizni o'zining madaniyatini qo'lg'anlik sababini boshqalar bizni hurmat qiladi. Boshqalar bizni qadrlaydi. Ammo o'zimiznikini tashlab qo'yib, boshqalarnikini cho'ng bilib, boshqalarnikini o'rganib o'zimiznikini unutib qolsak, bu o'zimiz nima qilgan bo'lamiz? Xorlagan bo'lamiz. Yana o'sha Uyg'urlarda, Uyg'ur farzandlar bir xil qarash bor ekan, xuddi boshqa millatlar shunda bir osmondan tushgan ulug' insonlarga o'xshash, ammo Uyg'urlar shunda o'zini tuvanchaqlaydigan, kamchaqlaydigan, o'zligidan boshqalarning oldida xuduksiraydigan shunday bir ishlar bor ekan. Unda bo'lishi mumkin emas. Biz unday millat emas. Chunki bizim boshqalarga o'xshash bir millat. Faqat bizning bir ojizlik tarafimiz nima? Davlatimiz qo'limiz bo'lmaganlik. Ammo boshqalarning hech qanday bir yerimiz kam emas. Shuning uchun biz nagadan babaylikni olmaylik, beshimiz ustun, yuzimiz yo'q. Shunda bo'lishimiz kerak. Hech qanday vaqtida biz boshqalarning oldida tamtirab qoldigan, ya qarab qoldigan, tizib qoldigan, bunday ish qilib qolsam qat'iy bo'lmaydi. Chunki bizningki
Faqatla şu konuda Rabbimiz Allah olan şunun aldığı zararlarımız, harlarımız ama başka mahlukların arasında hiç qanday vaqtda beşimiz yaqarab qoldigan hiç qanday bir jinoyatimiz yo'q. Mana biz Uyg'ur farzandlari. Endi bu qisqacha muqaddima bo'lsin qarindoshlar. Men o'zimniki bosh nimasini kelsam, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve nurgun hadislarda yaşlığa şundak nurgun hitaplarını kıldı. Yaşlığa hitap kıldı. Bu yerde biz Yusuf Aleyhisselam'ın bir kısmını anlaştık burun. Şu Yusuf Aleyhisselam'ın iki kısı doğrusunda dedi Allah Teala. Nahnu nakussu aleyke neba'ahum bil haqq. Suratul Kahf'de Ashab-ül Kahf'nin ki kısmını sözler gelip nahnu nakussu aleyke neba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim ve zidnahum huda. Biz sizlarga shundoq bir qissani, shundoq bir hadisani, shundoq bir ahvolni bayon qilamizki deydi. Bayon qilamizki, ular kimlar? Ular bir guruh yoshlar, bir guruh o'smirlar, bir guruh yoshlarninki shularninki qissani sizlarga biz bayon qilamiz, so'zlab qilamiz deydi. Deb kelib, innahum fityatun amanu bi rabbihim ve zidnahum huda. Ular bo'lsa, o'zininki Parvardigorini tunigan, Rabbini bilgen, tunup yetken bir grup yaşlılar, ösmürler, ziyalıylar, şundaklar idi. Dep gelip, ular Allah'a işendi ve şundaklar, ular biz hidayetini tekmi ziyade verdi ortaydı. Hem de biz bu şeyleri nimeni düşünmeyiz. Ben hazır, fakat da söyleşemez, sual soraşlar yanında, soraş arkanıp, madem ben elimden hazır, ben sizlerden sorayım. Oğullar, kızlar. Nima uchun Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge bu Allah'ın yaşlarını tılık edip Kur'an-ı Kerim'de bizge mengü Kur'an'da bunu kaldırdı. Bir son defa bakma. Nima uchun Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala maksus yaşlarının ki, ösmirlerinin ki kıssını bizge sözlep verdi. Qaysi defa baksızlar? Kızlar. Nima uchun Qur'oni Kerim'de yaşlı o'smirlarninki qissasini bizga Allah Teala bayon qilib berdi? Çünkü biz jiq bilishni yaxshi ko'ramiz deydi. Yaxshi, Yahya. Yaxshi. Yana boshqalar aytmoqmi? Cennet arzusu var ki. Ha, maşallah. Cennet ve cennet arzuyumuz var deydi. Ha, kızlar. Hadi bakın sana. Hadi. Yaşlar asarrak bugün deydi. Yaşlar asarrak bugün deydi. Ha, bu yaşlardaki boğan alahidilik, yaşlardaki boğan hususiyet favqulodda. Her kandak bir millete dikkat kılınmak arkadaşlar. Her kandak bir milletninki istikbalini belgileydi Allah yaşlar. Her kandak bir millete bu bayımı deyilip örtüyelim tekrarlayayım. Her kandak bir milletninki yaşları yaxşı terbiyelense, yaxşı bilim alsa, hakiki ügenge vaktida bu milletninki kalbisi parlak olur. Şunun için meyada bir grup yaşlarınki bizge kısmına bayan kıpır bütüşüp yaşlar arkada muşlar bunu ibret alsın. Ügen son yaş ösmürler imanda kandak müstahkem çalışırken yaş ösmürler üzümünki dini üçün öz yurtudan ayrılıp bir net yurtlar yaşaşka mecbur bağlılar. Muşlar şu 309 yıl Allah Teala okutup koygan Ashab-ül Kahf'ın hemimiz bilimiz bu. Muşlar mıkılgan üzümüzdeki dinimizni saklayımız. Öz dinimizle müstahkem turumuzda şular ümidin mahallesinden yurtudan çıkıp gidip sırt dışında yaşayan. Bir yaşlarındaki kısmını bu söz davet edip yerde.
Demek, yaşla her qanday bir milletninki kelgusi istiqbalini belgilaydigan şunday qadr qimmatli farzandlar. Yana bir qissa deydi, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu İbrahim deydi. İbrahim aleyhissalatu vesselam'ınki kıssasını bize söylep gelip bir yaşlınki şunday bir nimisine qalu sami'na şu vaqtdagi kavimler deydi, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu İbrahim. İbrahim isimli, İbrahim deydiğin şunday bir yaşlı oğlu biz anladık vaqtda şunday deydi. Demek yaşlarninki ruhi bularning ruhida haqiqatan kelgusi istiqbolga intiladigan, bilim erishga intiladigan shunday bir ruh bor. Shunday bo'lganligi uchun Ibn Kasir rahmatulloh deydi o'zining kitobida payg'ambarlarning ko'pinchisi yoshlar vaqtida ibrilgan. Nimishqa deganda yosh odam nihoyat hissiyatchan qiladi. Yosh odam haqni tizlam qabul qiladi. Yoshlar, o'smirlar haqiqatga tizlam qaytadi. Shuning uchun qaraydigan bo'lsak, hem şu yaşlı kılmaya hitap, biz alohida bir dikkat qilishga tegishli bir mesele. Ben yeni sizde bir soru hazır. Dikkat, kız oğullar. Nima uchun hozir bizning vatanimizda sizlar bizlarga o'xshash, shunda o'qish yashadiki, yosh o'smir, qiz, o'g'il bizning yurtning farzandlarini Xitoylar ishga kirgizib bordi. Nima uchun? Bunun cevap, adli bir cevap anlap bakayım. Tüm yokutuş değil. Ha? Tüm yokutuş değil. Ha, Uygur tilini yokutuş. Yana şu. Milli kimlik yokutuş. Milli kimlikni yokutuş. Kendisi yokutuş. Nasıl yapmış? İtikadını yokutuş. Dobra. Ha? Dobra, hakikaten dobra. Yana çok arkadaşlar. Aslında nasıl yapılır? Aslında nasıl yapılır? Demek, bunu biz turvatkan, bizden yurtumuzun kırvakan bulan yaşların faydalanışını obdan bilip yetken. Yaşlar arkalıp şularının bayrağını götürüdüğün, şularınki güpünü kılıdığın bir evlat komünist terbiyeler yetiştirip çıkıp özge hizmet kıldırışını oylaganlığı için şuna bizimki okuş, terbiyeleniş yaşındaki nurgun kız yigitlerimizin elbette vardı. Ama bayhadimiz degende ular hakikaten %100 maksatı yetemedi. Az sandıklarının kalısı doğrulangan bolsa mu? Ama hakikaten nurgun yaşlar şöyle bağlandığın ki bu Xitaylarning aktivleşmesini köğendiğin ki nurgun bir suç uygusu organdan işlem oldu. Demek Uygur milleti, Uygur farzandları onda tızlam tüp başkalarının ki bilmesiyle aldanmaydı. Bay degende yaşlardaki alahideliklerinin ki yeni birisi kanda adı sana yaşlar üzerindeki közlegen nişanlığa yetişke acayip tilişidir, intilidir. Kardeşler, kızlar, oğullar, resimde nimini düşündüğümüz birisi anlat bakayım. Resim uçuklamasına çağımın şurataydı olmuşsa. Şahın şurasak yaşım ya. Resimdemiz nimini düşündüğümüz. Yap bakayım. Hepimizin kalımız gelgen yap bakayım. Okuya sultaydı. Şu somutaydı ama bunun da nime mana çıkıyordu. Bunun biz nimini düşündüğümüz. Okuyan bir altı. Kızlar anlat bakayım. Yok. Akcan bilik var. O suda bir bilik var dedi. Masudu bir bilik varmış. Nişan. Nişan, dobra. Dobra. Nişan. Bu yerdeki yaşlılar. Hata yoldumanlar. Bu resimde şunu düşündüğümüz ki yaşlılar yüzündeki nişanlığı
yetişki hakikaten tirişido nişanı yıkıdı. Kanda boğa vaktida tirişke vaktida. Yaşla yüzünki yeşili qarab, yaş nüsiga qarab, her bir yaş mezgilida ularninki tikilgan bir ko'z qarashi nishoni bo'ladi. Demak, yoshlar tirishga vaqtida haqiqatan rahbarlik darajasini o'ylab shunga ilmimizga yetishga tirishadi. Demak, rahbar demak biz mishar o'ltirgan har bir Uyg'ur farzandini, har bir qiz o'g'il yigitlarimizni bir islomiy rahbarlik qilishimiz kerak. İslam dini bizni ashundoq tarbiyalaydi. İslam dinidagi musulmonlarning o'rni, bizningki o'rnimiz qanday desa, her bir Müslüman hakikaten ayollar olsun, erler olsun, yaşlar olsun, kırlar olsun, hemmisininki bir nişan üstüge hayat kurduğunluğunu Allah Teala bizge Kur'an-ı Kerim'de meşhurlukla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem durgun edilsen biz için götürürdü. Bunun adli bir ayet ekleyeyim. Bir misal ekleyeyim, adli bir misal. Kur'an-ı Kerim'de "Eyahsabul insan en yutraka suda" deydi. Bu insan yüzüne şundan bir yaratılıp kalan maktub deb oylab kalamdı deydi. Eyahsabul insan en yutraka suda. Bu er bilen ayalın boğan bu bir güzel mahluk şundan yaratılıp 50-60 yıllık hayatını ya İslam bilen ötüyortamdı yakin bunun bir nişanı var mı olursa elbette nişanı var. Birinci nişanımız to'g'ri hammamiz bilamiz Allohning roziligi cennet girish. Lekin bu dunyodagi hayotimizda bir cho'qim nishon bo'lishi kerakki, bu nishon bizni shu oxiratdagi jannatga va shunday Allohning roziligiga olib borishi kerak. Demak, mana bu o'qiyoninki etilib shunday mang'ishi yoshlarda shunday bir iroda borki, bular o'zininki ko'zlagan nishoniga cho'qim yetadi. Qachon? Shuni tirishga vaqtida, iroda bog'liq vaqtida deydi. Endi bay deganda biz bu İslam dini shunday bir acayip bir narsani so'zlaram beradi tamam. Her bir insonni tarbiyalab buni mukammal bir yerga kirish uchun buni shu ayrim bir shaxslardan boshlaydi tarbiya. Qanday desak, her birinci bulup ayrım işleri olduğun kız, oğul, ayollarımız hemmimizde Allah Teala'nın hitabı arkalık nime kılıdı? Allah Teala bizine şunda hakiki bir Müslüman ya kendi Müslüman ayol kılıp terbiyelep çıkıyor. Onun için ki kanka desek ikinci basmışta bir İslami aile kurup çıkışı öndeydi bizim. Birinci ayrım tek de koyduğu türlü yalnız bizim terbiyelegen olsa demek bu kız oğul her işkelisi layık bir İslami şekilde aile kuruyor. Yap şundan layık tanılıp aile kurulan kim? Bir aile tüzümü. Annenin, dadının, yakında erdin ayağının tarafı tapkan bir kişinin tarafı tapkan bir küçük bir cemiyet var da kırılır. Onun için şu etraf ailemizle boğan perzentilerini yaxshi tarbiyalash orqali kichik cemiyetin iborat bir aile. Onun için onun qo'shnilarga ta'sir yetkazish. Rahbarligiga ashunday aytib chiqadi u. Shunday emasmi? Rahbarni hech kim anisidan qo'shni rahbar bo'lmaydi. Demak, tadrijiy holda shaxsdan boshlab, oiladan boshlab bu oila o'zining atrofidagi qo'shnilarga ta'sir ko'rsatishdan boshlab shunday yetadi. Ondan keyin nima qiladi? Shu bir cemiyette bir yaxshi odamlar yetilib chiqib, bular hukumat ta'sir qila oladigan, yaxshi Alloh va Allohning payg'ambari rozi bo'ladigan bir hukumat qurib chiqish. Bundan keyin davlatga aylanish. Davlatdan butun dunyoga haqiqatan musulmon ustoz shaklida bo'lish qatori deganda necha xil bosqichlarga bo'lish orqali bizni shunday rahbar qilib chiqdi islom dini. Nima uchun? Bu bizden dinimiz komünistler şundan bir neşterden tuyuldu dese İslam dini adamların ondan yap iş bulan dervişte kadar tutun demeydi.
uykungizni için, yurtingizni, vatanıngizni qo'g'dang. Ota-onangizni yaxshilab qiling, xalqingizni himoya qiling deb o'rgatdi bizga. Shunga Xitoylarniki, bizning dushmanimizniki diniga uchab qolishning sababi, tub sabab mana shu. Demak, islom dini insonlarni haqiqiy rahbar qilib tarbiyalab chiqadi. Yana men bir savol so'rayman. Biz bu rasmda nimani tushunamiz? Qizlar ba'zan uxlab qolyaptilar, uxlamanglar. Biz bu rasmda nimani tushunamiz? Ha. Bir adam o'yinib turibdi. Bir adam o'ynab turibdi. To'g'ri, yana nima tushunamiz bu rasmda? Bir narsa yozib o'xshaydi. Qo'lda qalam bilan bir narsa yozdirmoq o'xshaydi. Bu rasm bizga nimani tushuntirdi? Demak, biz hozir rahbar, liderlik gibi qildik-ku. Har bir insondan o'zini yetildirish bir xil kuch bo'lsa, ammo buningda o'zimizning ishini urg'ib chiqqan rahbarlik, liderlik sifat o'zimizda topilish kerak. Rahbarlik ruhi bo'lish kerak. Agar rahbarlik ruhi bo'lmasa, bunday odam Hedefler nima deydigan bu mush tarbiyashunosi deydigan mush kichik bolalarningki o'ynab bolalar bilan o'ynab turganligini bilgili bo'ladi. Bu bola rahbar chiqamdi yoki rahbarlik ag'ishtirgan chiqamdi deydi. Deydigan masalan ba'zi kichik bolalar deydigan men kim bilan o'ynayman? Men kim bilan o'ynayman deb bunda deydigan. Ba'zilar deydigan hey qaysi men bilan o'ynaysan deb bunda gap qildigan. Men kim bilan o'ynayman degan bilan qaysi men bilan o'ynaysan deb rahbarlik sifatida turib boshqalarni o'ziga jalb qilish mumkin. Demak, ash bolalarningki yurishtirilishi gapsizdan shuni bilgili bo'ladiki, buningda rahbarlik ruhi bormi yo'qmi? Buning shaxsiyati ojizmi kuchlikmi? Deganda nurg'un ishlarni shu yerda bo'layotgan. Demak, birinchi her bir Müslümanda kız oğullar rahberlik ruhi öz tabiatida bo'lishi kerak. Agar unda bo'lmaydiganmiz, boshqalarning rahbarligi aslida men bu shunday yashaydiganga bo'lib qolamiz. Hamda bu rahbarlik qanday nereden bo'lishi kerak desak, birinchi iymon, haqiqiy mukammal iymon bo'lishi kerak. Bu rahbar bundan bir rahbarga chiqib bilan kuchli ekan, uniki qo'lning kuchi olsa rahbarlik qiladigan ish yo'q. Buni birinchi qanday rahbar desa, biz musulmon islom rahbari bo'lib, haqiqiy qalbi iymon bo'lgan. İslam suyar, Peygamber suyar, Allah suyar, ata-onasini suyar, vatan millat suyar. Shunda suydigan bunun bir iman bo'lishi kerak. Qalbida mukammal iman bo'lishi kerak. İkincisi bunundan hissiyat bo'lishi kerak. O'lik hissiyatsiz odam hech qilmaydi. Hissiyat bo'lmasa, üçüncü bununda aqli iqtidor bo'lishi kerak. Dördüncü cismani qobiliyat bo'lishi kerak. Demek iman, hissiyat, akli ve cismani tamxo'liqlar bo'lgan vaqtida uningkin bu odam haqiqiy mukammal rahbar bo'lib chiqadi deydi. Hamda bu islom dini insonlarni hammani rahbar qilsa bular kimni boshqardi bular? deb qilishimiz mumkin. Unda emas. Yani rahbar deganimiz her bir odam o'ziga yuklangan islom dini uni yuklagan, uning ortgan majburiyatini to'liq mukammal ado qilish. Mana bu rahbar. O'zimizga rahbar bo'lish, oilamizga rahbar bo'lish, boshqalarga lider bo'lish. Demak, islom dini bizning talab qiladigan ajoyib cho'ng narsalarni talab qiladi. Shunga biz yoshlarningki, o'smirlarningki, xonim qizlarningki üstümüzdeki mecburiyet ajoyib cho'ng, yuksak mecburiyet var. Biz buni chuqur bilib yetishimiz kerak. O'smirlarga ahamiyat berish. Hamda qanday qilgan vaqtida bu rahbarlar yetishib chiqadi desak, shularga ahamiyat bergan vaqtimizda, shularni yaxshi tarbiyalagan vaqtimizda, shularga tarbiyalanish fursati yetilib bergan vaqtimizda deydi. Men bu haqda izlanib Peygamberimizning nurg'un yoshlarga qilgan xitobini topdim. Qaraydigan bo'lsak, yoshlarga shunday sayli xitob bor ekan.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kılısı deydi. Ya ma'şere şebab men istata'a minkumul ba'ate fel yetezevveç. Demek ey yaşlar grubu sizlerden kim ki 12 imkan yetip olsa turmuş kılınma. Toy kılınma da yaşlığa kitap kılın. Nimişka şu turmuş kuruş arkalık, bir aile kuruş arkalık İslam dinini buyurulgan mecburiyetlerini ada kılışta imkan yetip oldu. Yani bir hadis deydi. Ya gulam, ihfazullaha ihfazık deydi. Ey ösmür, ey oğul bala, ya kendi ey ösmür. Yaş bala, siz Allah'ın her daim eslep olun. Allah'ını bilin, Rabbinizin tunun deydi. Ya gulam, ihfazullaha ihfazık. Allah'ını saklan ki Allah sizi saklaydı deydi. Yani bir hadiste, ya gulam, semmillah ve kul min yeminik ve kul mimma yelik. Bi yeminik ve kul mimma yelik. Ey gulam, siz tamakını okudunuz diyen ve şundakla aldınız dünya. Demek bu kitaplar kaydından olsak Peygamberin yaşlığa hakikaten ehemmiyet vergen. Demek İslam dinimizde yaşlığa acayip çok kurum var. Yaşlığa terbiyeleşken nimi için Allah Teala şu boğatnınki toğuluştun ilgir ata-analar kitap edip şularga yaxşı isim koyuş, yaxşı terbiyeleş, yaxşı itildirişini bizi ata-analar kitap kılıdı. Şu toğulgan perzentini hakiki lider, rehber kılıp terbiyeleş için. Terbiye şu yerden başlaydı. Mağarasında ne düşünüyoruz kardeşler? Ben Yahya kapı. birazcık yakışıklıkla işte gene adam işin makçı aşkın yakşı işin var adamın işinin adamın Rahmet, Allah razı olsun. Yani oğullar yapıldı ama mağarasında ne düşünüyoruz? Babamın bir sene yardım kılış. Birbirine yardım kılış, hemkarlaşış. Kızlar yapıldı ama mağarasında ne düşünüyoruz? Nişanlığa yetişmiş için birbirine yardım kılış. Yani şu. Kim kılış? Daim yukarı örleş. Tırışıp üstüne örleş. Rahmet. Yani şu kızlar. Hem özellik diyen gibi asarcağının doğru bir yerden çıktı. Demek bugünkü ösmürler kendisi rehberleri. Bugünkü ösmürler müşahede oldu Allah. Kızlar, oğullar hepimiz kendisi ya kendi bir aile rehberi, ya kendi belki devlet rehberi, ya kendi Şarkı Türkistan rehberi bulup kalışımız mümkün yaratamaz. Demek biz ertigen nimede anladık liksiyada dini bilimnuma yaxşı uygunish, fenni bilimnuma yaxşı uygunish. Dikkat bu mühim gaplarga qarang. Bizningki alimizdan uçquchlar chiqish kerak. Doktorlar chiqish kerak. İnjenerlar chiqish kerak. O'qituvchilar chiqish kerak. Sestralar chiqish kerak. Yozuvchilar chiqish kerak. Shundaqla siyosiy yo'llar, iqtisodshunos ham chiqish kerak. Ammo har bir chiqqan shu kasb egalari haqiqiy taqvodor musulmon doktor bo'lish kerak. Taqvodor Allohni biladigan uçquch bo'lish kerak. Ammo hamma narsa unutib ketib, islomning savatiga, dinning imonning savatiga boshqa bu kasbning foydasi bo'lmaydi. Demak, taqvodor sestra, taqvodor doktor, taqvodor injener, taqvodor uçquchi o'zining dinini, Robbini, payg'ambarini tunuydigan, biladigan, shularga ishtiyoq bog'laydigan bundaq uçquch bo'lish kerak. Bunda kasb ahli bo'lish kerak. Biz ma'lum ishimizki, shuna ham o'shaning qarashimizda Muşu rehber bulduk Allah, yaşlar, muşlar, bugünkü evlatlar, kendisinin rehberleri. Hem bir yerde rehberlik, lakin liderlik kılış dedik. Bunu bizning bir yerde çok bir dostur buluş gerek.
Biz bu rehberlikni bir kanunga qarab turib, bir narsaga asoslanib turib aniqlashimiz kerak buni. Unda qilganda qanday qilganmiz? Birinchi, nima ekan bizning dasturimiz? Bizning dasturimiz, qonunimiz, ya'ni Qur'oni Karim. Qur'oni Karim ko'rsatmasi asosida shu bo'yicha rehberlik qilish kerak. Ammo bizningki o'zimizni islom da'vosi turib, boshqalarningki ko'rsatib bergan, yaqin tuzib bergan qonun bo'yicha rehberlik qilishga bo'lmaydi. İkinci, o'zimizningki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ninki sünneti. Qur'oni Karimda nurg'un kelgan narsalar tafsili bayon qilinmagan. Ammo buni bizga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'zininki ish harakati yoki so'zi orqali buni bizga tushuntirib bergan. Qur'onda topilmay qolgan tafsili ahvollar bizningki Peygamberimizning sunnatida topiladi. Demak, Qur'on, sunnat orqali biz rehberlik qilmoqchi bo'lgan qonunimizni shu yerdan olamiz. Unda da birinchi Qur'ondan oldik, ikkinchi sunnatdan rehberlik qonunimizni shu yerdan oldik, uchinchi o'zimizni paklash, ya'ni tazkiya. O'zimizni paklash. Shayton ergashadigan rehberlardan emas, Qur'on sunnatga ergashadigan. Peygamberlik gapini anlaydigan samaviy kitoblar orqali o'zininki rehberlik qonunini insonlar tuzib bergan qonundan emas, bevosita Alloh tushirib bergan, osmondan tushirib bergan bunday yuksak qonun bilan rehberlik qila oladigan bunday rehberliklar bo'lish kerak. Unda bo'lgan ekan, bu chuqur o'z nafsini paklash kerak. Shayton aralashmaydigan bo'lish kerak. Qanday qildi? Birinchi istig'for tasbihdan ko'p aytish, duo va Qur'on o'qish. Degandek, mushu sifatlar bu rehberlarda bo'lish kerak. Ya'ni ashura bo'lmoqchi bo'lgan rehberlar, ya'ni mushu haqqasini mushlarga o'tirganlar. Biz mushu sifatlarni, mushu amillarni o'zimizda yetildirishimiz kerak. Yetildigan vaqtimizda undan keyin bu rehberlik sifat bizda tepiladi. Shu amillar bizda tepilishga boshlaydi. Ma'nosini nima tushunamiz endi? Yo'l itilash. Yo'l itilash, shundaymi? Yana-chi? Yo'l tepish. Yo'l tepish. Qizlar sal murdab qoldi degan. Demek biz başkalarına, özümüz başkalarının tesiriga her doim uchraveradigan emas, başkalarının tesirini qabul qiladigan emas, başkalarga ta'sir ko'rsatadigan, ta'sir beradigan, bizdagi go'zal axloqni, e'tiqodimizni, irodamizni, hissiyotimizni başkalarga yuqtira oladigan, ta'sir ko'rsatadigan bunday rahbarlar bo'lish kerak. Demek insan özü fakatla başkalarının təsirini qabul qılsa, bununki nima deymiz? Şəxsiyyəti aciz. Şunda zayıf insan deyildi. Amma başkalarına çox rəhbərliyə təsir göstərəcəyən, başkalarına fayda güzələcəyən budur. Uyghur milleti İslam ümmetinin tərkibi qismidir. Uygurlarga qılınan zulüm, ümmetə qılınan zulümdür. Şundamı, şunda emasmı? Elbette biz Uygur Müslümanları, dünya Müslümanlarınınki bir parçası. Nerede bir Müslümanın burnu kanaydıkken biz şununla işimizi yetişirdik. Şununla tamamımız yarım buludur. Demek her kandak bir Müslümanınki bizden vatanda olsun, yakın sırtı olsun, bir kilişmezlik olsa bu bizge olan nihayet bir zamkorlu. Yani bunu kilişmezlik de biliriz. Ama hazırki muş 21. asırda kardeşler. 21. asırda Uygur milleti de üzü külüp durup cuma, Uygur milleti de üzü külüp durup, yiyip durup bir terpedin hem narsa aslında yuqab takip ketayotgan millet yok. 21. asırda biz qaramakka Uygurlar shundoq bayashatdi, shundoq xushal Qur'ondek ko'ringan bilan amaliyotda qaraydigan bo'lsak, bizningki tilimiz, e'tiqodimiz qonuniy orqali davlatning bevosita qonunlashtirilgan siyoset bilan bizningki
kimligimiz, vatanimiz, boyligimiz, e'tiqodimiz yo'qligini aytib bordi. Demak, islom ummatiga bo'lgan zulm bizga bo'lgan zulm. Bizga bo'lgan zulm islom ummatiga kelgan zulm. Biz buni shunday tushunishimiz kerak. Endi oxirida nima qilmaymiz desak, biz dinimizni tushundik, ilmni oldik, yoshlarni tarbiyaladik. Az qoldi, 2 minut qoldi, sabr qilmoq tugaydi. Biz boshda o'tgandek yoshlarni tarbiyaladik, ularni rahbar qilib bitirdik, ularni qonun, dastur, Qur'on, sunnat, hadis ham shunda bo'ldi. Oxiri biz nega yetmoqchi? Desak, biz Allohning roziligiga yetmoqchi va shundaqla o'zimizga o'zimiz qo'yib olmoqchi. Islom dini bizni bunda tarbiyalaydi. Islom dini bizni unda to'qi yurak, yavash emas, adabli, qoid yusini biladigan shir, yo'lvoz qilib tarbiyalaydi. Boshqalarga bayda o'tgandek yaxshi ta'sir berish kerak. Ammo boshqalar buzaq qilsa, uni qarab turmaslik kerak. Qur'oni Karimda nima deydi? "Faman i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma i'tada alaykum." Kim sizlarga tajovuz qilsa, sizlar uni tajovuzini qaytaringlar, uni javob beringlar deydi. Ammo yana bir oyatlarda afu qilsam bo'ladi deydi. Lekin afu qilishninki, kechirishning uning yo'li bor, ammo kelgan zulmga raddiya qilishning buning yo'li bor. Demak, Qur'oni Karimni biz yaxshi tahlil qilib o'rganadigan bo'lsak, oxirgi hisob nima qiladi? Bizga o'zi xo'ja bo'lishni tavsiya qiladi. Mana bizningki o'rtamizdagi kelishamaslik, talashgan masala mana shu. Islom dini e'tiqodi bilan yashagan inson boshqalarga bosh egmaydi. O'zi insondek yashashning yo'lini tanlaydi. Boshqalarga bosh egmaganligi uchun buning sababi nima? Islom dini qurilganligi uchun shunga bizning vatanda bo'layotgan zulmning hammasi islom dinini yo'qotish, buni quritish. Ammo tunugun ustozimiz Esaqram deb o'tdi. Ular haqan tilishgan bo'lsa, islom dinining nurini qat'iy yo'qotolmaydi. Yuridun an yutfi'u nurallohi bi afwahihim vallohu mutimmu nurihi va law karihal kafirun. Ular o'zining og'zi bilan yaqinni to'ydash orqali Allohning nurini, ya'ni islomni o'chiramiz degan bilan u mumkin emas. Kafirlar haqan yomon ko'rgan bilan Alloh taolo o'ziningki islom nuridan iborat bu parlaq dinni hamını saqlab qoladi. Islom dini yo'qolmaydi, mangu yo'qolmaydi, balki kundan kunga islom agashuvchilarining soni taxmi olmoqda. Demak, biz o'zimizga qanday qo'shib bo'lamiz? Biznizniki, musulmonninki davlati bo'lishi kerak. Bu yerdagi davlat bir gap qaramaqarandoshlar. Bu yerdagi davlat faqat o'zimizning birikishlik jo'g'rafiyasiga qurilgan davlat ham emasmi u? Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh nada bo'ladigan bizning davlatimiz ana shu. Har qanday bir zibinda Allohning ismi zikr qilinadigan, mana bu bizning ma'naviy davlatimiz. Qanday qilib bir musulmon qarindishimiz bo'ldigan, ya'ni shu bizning davlatimiz, ma'naviy davlatimiz. Ammo o'zimizning mustaqil jo'g'rafiy zimin ustiga qurilgan davlatimizmi? Ashunday tushungan vaqtimizda barliq o'tadi qarindoshlar. Undan keyin bu davlatningki g'oyasi nima desa, islom ummati uchun xizmat qilish. Manda yuksak g'oya bilan davlat qurish. Undan keyin bu davlatningki dasturi nima desa, islomni qonun qilish. Bu davlatningki haqiqiy cho'nqish hamma qonunlari islomdan iborat Qur'oni Karim va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamningki sunnatidan o'rganish kerak. Agar bunda bo'lmaydi ekan, uni aytmaymiz. Buni qaraylik. Bular bizningki ota-bobolarimiz, ajdodlarimiz 1933-yili dunyo tarixida juma xilofat yiqilgandan keyin birinchi bo'lib islom dini davlati qurgan ummatlar islom davlati bizning vatanimiz Sharq Turkistonda qurilgan. Shu vaqtida islom jamhuriyati deb davlat yo'q ekan. Mana shu mazgilda bular dindor bo'lishqa,
Gelip bir mühim nokta var arkadaşlar. Qaraydigan bolsak, hazır bizning vatanimizda shunday zulm avj olgan, biz shunday avvalda kunimiz. Ammo Alloh taolo bizni shunday zulm uchragan bo'lsakmi, bizning e'tiqodimizni ayirmoqda. Dinimizni ayirmoqda ekan. Boshqa hamma narsa kesib e'tiqodimiz ketmasin. Demak, bu insonni haqiqiy dunyo va oxiratda baxtga erishtiradigan birdan bir narsa e'tiqod. İnsan e'tiqod uchun yashaydi. Yoshlar, qardoshlar, inson o'zining e'tiqodi uchun yashaydi. İnson o'zining e'tiqodi uchun yashaydi. İnson o'zining e'tiqodi uchun qurbon berishga tayyor. İnson o'zining e'tiqodi uchun o'ladi yoki yashaydi. Demak, Alloh taolo bizniki shu to'g'ri bo'lgan, hech qanday bir boshqa dinlar emas, faqat sog'lom bo'lgan islom e'tiqodi orqali biz Uyg'ur millatiga shunday cho'ng inom qildik ekan. Mana bu ba'zi bir qarmoqqa odamni ko'ngil yarim qildigan moddiy narsalar ziminda qo'ldan ketgan bo'lsin, ammo Alloh taolo bizning e'tiqodimizni ayirmoqda ekan. Demak, o'sha ajdodlar, ota-onalar shularniki tirishchiligida shu boydab o'tgan ay yulduzli bayrog'imiz, bizningki vatanimiz Sharqi Turkistonga tiklangan. İnşallah kelmesiler yana tiklanmesi. Gap uzrab ketdi. Hammalarga rahmat. Shundaqla bu faoliyat uyushtirgan, barliq qarindoshlarga, musha qatnashgan, xizmat qilgan, oshxonada ishlagan, musha hamma qarindoshlarga rahmatimni bildiraman. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Eksiyerci Doktor Muhammed Ali Hacı'nın Allah razı olsun, ağlayanlardan Allah razı olsun, yaxşını anlap, emel kılını, menfaat kılını nasip kılsın.